Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun mo'ljallangan milliy do'kon bo'limini hozirda sizlar bilan o'rganib ko'rib chiqamiz. Milliy do'kon bo'limi bu alohida avtopilotning bo'limi bo'lib, unda faqatgina milliy do'konga aloqador bo'lgan ishlar amalga oshiriladi. Bilasizlar, milliy do'kon bu elektron do'kondan tubdan farq qiladi. Unda faqatgina mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'lgan korxonalargina qatnashishi mumkin. Ya'ni mahalliy ishlab chiqaruvchi ekanligini nima tasdiqlaydi? Sertifikatlar tasdiqlaydi. Shuning uchun bu bo'lim sertifikatlardan boshlanadi. Sertifikatlar ikki xil bo'ladi. Bu muvofiqlik sertifikati va ishlab chiqaruvchilik sertifikati. Muvofiqlik sertifikati mana shu tovarlarning sifati O'zbekiston standartlariga muvofiq keladi degan mazmundagi hujjat bo'lsa, ishlab chiqaruvchi sertifikati mana shu korxona, mana shu tovarni ishlab chiqaruvchi degan ma'noni bildiradi. Ishni birinchi nimadan boshlanadi? Sertifikatlar bo'limiga kirilgandan keyin yangilash tugmasi bosiladi. Yangilash tugmasi bosilgandan keyin dastur o'zi kirib, sizni sertifikatlaringizni topadi fayl ko'rinishida. Mana ko'rishinglar mumkin. Sertifikatlar topilgan va ishlab chiqaruvchi sertifikatiga o'tib turib, unda ham bitta yangilash tugmasini bosasiz va ishlab chiqaruvchi sertifikatlarni ham dastur o'zi yig'ib chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar. Ixtiyoriy birontasiga kirib ko'ramiz. Endi biz sertifikatlarni yig'ib bo'lganimizdan keyin Eko-platforma katalogiga kiramiz va yangilashni bosadigan bo'lsak, Eko-platformadagi hamma ma'lumotlarimizni dastur o'ziga ko'chirib oladi. Va tovarlar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, ana shu Eko-platformaga joylashtirilgan tovarlarni avtopilot o'zida yig'ib ko'rsatib beradi. Buning uchun yangilash tugmasini bosish kerak buning uchun ham. Xo'p, yangilash tugmasini bosganingizdan keyin hamma tovarlar yig'ildi. Mana shu yig'ilgan tovarlarni, masalan, hammasini belgilash orqali birorta boshqa milliy do'konga joylab yuborishingiz mumkin. Masalan, XTga yoki UZX milliy do'koniga yoki Corporation katalog yoki milliy do'koniga joylashingiz mumkin. Mana shu avtopilotda sizga beradigan yordami bo'ladi. Siz mana bu joydan kerakli sertifikatlarni tanlab qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni sertifikatni o'zi aslida dastur o'zi tanlab qo'yadi. Lekin siz agar noto'g'ri topgan bo'lsa, sertifikatni o'ziz tanlab qo'yishingiz ham mumkin. Sertifikatda tanlangan kartochkalarda mana bunday yashil belgili sertifikat tanlanganini bildiruvchi belgi turadi. Shuningdek, mana shu birjalarning logotiplari tagidagi chiziqchalar, bular mana shu tovar mana shu birjada qaysi holatda turganligini bildiradi. Aytaylik, mana shu kushetka tovari XT xaridda milliy do'konda joylangan holatda. Shuning uchun buning tagida yashil chiziq turibdi. Agar moderatsiyada bo'lsa sariq chiziq, yo'q yoki nofaol bo'lsa, muddati tugagan bo'lsa, unda qizil chiziq turadi. Bu joydan muddatni uzaytirish tugmasini bosish orqali o'sha Eko-platformada muddati tugashiga 36 soatdan kam qolgan tovarlarni muddatini avtomatik uzaytirib yuborish mumkin qo'lda. Dastur o'zi ham buni tekshirib uzaytirib turadi, lekin agar uzaytira olmay qolsa, biror sababga ko'ra, uzilishga ko'ra, mana shu tugmani bosish orqali uzaytirib yuborish mumkin. Keyingi bo'lim bu tovar yaratish bo'limi. Siz bu bo'limda o'zizni ishlab chiqaruvchi sertifikatingiz mavjud bo'lgan tovar kodlari bo'yicha tovarlar yaratishingiz mumkin. Ya'ni bu qayerdan olinadi? Bu sizni raqobatchilaringiz birjaga joylashtirgan e'lonlardan olinadi. Masalan, o'zi tayyor topib qo'yadi, qaysi tovar kodlari bor sizda. Siz qaysi tovar kodlariga tovar joylay olasiz. Siz ularni birontasini taniysiz. Mana masalan, mana shu tovarni man qo'shmoqchiman. Ya'ni narxini o'zingiz kiritasiz va sonini kiritasiz. Saqlashni bosadigan bo'lsangiz, u mana ko'rib turganingizdek tovarlarim bo'limida tovar yaratishda qo'shildi va avtomatik tarzda o'zi ko'rsatib turibdi. Bu UZXga avval qo'yilgan ekan bu tovar, lekin boshqa birjalarda hali yo'q ekan. Endi
Keyingi bo'lim bu xizmat yaratish bo'limi. Siz bu bo'limda birorta xizmatni nomi bo'yicha qidirib, uni yaratishingiz va O'zXga joylashingiz mumkin. Hozirda faqat O'zXga joylash yo'lga qo'yilgan. Keyinchalik boshqa birjalarga ham joylashingiz mumkin bo'ladi. Takliflar bo'limida xuddi elektron do'kon bilan bir xil, ya'ni barcha birjalarning milliy do'konlaridan qabul qilgan takliflaringizni bitta joyga yig'ib, jamlab ko'rsatib beradi. Siz bu joydan narx berib, savdoda qatnashishingiz mumkin. Endi tovarlar nazorat qilish bo'limi bu joyda biroz boshqacharoq ishlaydi. Elektron do'kon bo'limidagidan biroz farq qiladi. Masalan, bu joyda faqatgina o'sha o'zizni sertifikatingiz bo'yicha tovar kodlaringiz bo'yicha yig'ilgan holda ko'rsatiladi. Yoki siz o'z umumiy milliy do'kon bo'yicha ham tahlil qilsangiz bo'ladi. Masalan, mebel bo'yicha filtr berib turib, qaysi kod bo'yicha qanaqa tovarlaringiz aktiv holatda turganligini bemalol tekshirib nazorat qilsangiz bo'ladi. Endi bu joyda masalan tovaringizni tugashiga kam muddat qolgan bo'lsa, shu joy o'zidan qo'lda birjada joylab yuborishingiz mumkin. Barcha sahifalar bo'yicha o'tib, tovarlaringizni holatini tekshirishingiz mumkin. Mana bu joydan filtr berishingiz mumkin. Aynan bironta birja bo'yicha filtr berib ham ko'rishingiz mumkin. Keyingi bo'lim bu shartnomalar bo'limi. Bu ham xuddi elektron do'kon kabi ishlaydi. Ya'ni hamma korxonalaringizdan chiqqan hamma shartnomalarni bitta joyda ko'rib, ularni nazorat qilib turishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Shu joyi o'zidan printerdan chiqarib olishingiz yoki yuklab olishingiz mumkin. Keyingi bo'limimiz bu razvedka bo'limi. Razvedka bo'limida yana o'sha o'zizga kerak bo'lgan korxonalarni ko'rishingiz mumkin. Bu bo'limda asosan mana shu akkauntingizga biriktirilganlar ko'rinadi, ya'ni o'ziz siteringiz bo'yicha emas. Ya'ni siz o'ziz akkauntingizga biriktirilgan korxonalarni ko'rasiz. Shuni adashtirib yubormaslik kerak. Masalan, ikkita kompyuterda ikki xil akkauntda ishlaydigan bo'lsangiz, har bir akkaunt razvedka bo'limida o'sha bitta korxona bo'lsa ham, lekin har xil raqobatchilar yoki buyurtmachilarni ko'rishi mumkin. Shu bilan milliy do'kon bo'yicha videomiz oxiriga yetdi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.